Ramazon oldi poklanish, fikrlarni isloh qilish marafoni 3-yanvarda start oldi va 4-yanvardan boshlandi. Har bir mo'min inson Ramazon oldidan va shu muqaddas oyda zararli odatlardan uzoqlashadi. O'zini shu muqaddas oyni chiroyli o'tkazishga tayyorlaydi. Ammo hamma ham miyasini poklash, miyasidagi fikrlarni isloh qilish qanchalik halovat ekanligiga qiziqmaydi yoki uni borligini bilmaydi. Access miya hammomi loyihamiz maqsadi va qadriyati insonlarga yashash, hayot kechirish juda osonligini, biz fikrlarimiz bilan uni murakkablashtirib, har xil vaziyatlarga duch kelib og'irlashtirayotganimizni bildirish. Hamma narsa mavjud. Uni yaratish, qayta qurish kerak emas. Uni g'ubordan poklab, asliga qaytarish kifoya. Access bu siz xohlagandek ishlamayotgan hayotingizning istalgan sohasini o'zgartira oladigan vositalar, texnikalar, tizimlar va falsafalar to'plamidir. Bu instrumentlar va jarayonlar har bir insonda yanada yuqori onglilikni rivojlantirishga xizmat qilish uchun ishlab chiqilgan. Yetuklik hammani va hamma narsani o'z ichiga oladi va hech narsani, hech kimni muhokama qilmaydi. Har bir inson mukammal, faqat buni ayrimlargina anglab yetgan. Access miya hammomi loyihasi maqsadi bu komillikka yo'l. Komillik hayotda kattaroq imkoniyatlarga, kengroq tanlovga va yanada ko'proq narsaga doimiy ravishda ochilib borish qobiliyatidir. Komil insonda g'iybat yo'q, e'tiroz, norozigarchilik yo'q. Unda har bir daqiqasini qadrlash va undan unumli foydalanish mutlaq halovati bor. Ziddiyatlar bizni narsalarni asl holicha ko'rishdan ushlab turadi. Shu sababli biz o'zgartirmoqchi bo'lgan narsalarni o'zgartira olmaymiz. Ushbu qarama-qarshilik bizni hali ham shu reallikdagi qalb jarohati va qiyinchilikka, xavotir va manipulyatsiyalarga tayanib harakat qilishga majbur qiladi. Qarama-qarshilikka bo'lgan qaramlik eng kuchli qaramliklardan biri. Qaramlikdan chiqishning eng samarali usuli ruxsat berish holatida harakat qilishdir. Ruxsat berish bu hayotdagi har bir narsani faqat o'z nuqtai nazaridan qabul qilishdir. Ruxsat berish bizga hayotimizning barcha sohalarini anglash imkonini beradi. Qaysi joylarda biz moslashyapmiz va rozi bo'lyapmiz, qaysi joylarda esa qarshilik ko'rsatyapmiz yoki turli nuqtai nazarlar, fikrlar, his-tuyg'ular, emotsiyalar, ishonchlar, bahonalar, xulosalar yoki mulohazalarga diqqat qaratyapmiz. Access miya hammomi loyihasining eng yengil va eng samarali texnikalaridan biri bu fikrlarni isloh qilishdir. 45 kunlik sodda, ammo qiymati baland marafonimizda qatnashish uchun to'lov atigi 69 ming so'm qilib belgilandi. Sababi Access miya hammomi loyihasi asl maqsadi sotuv emas, odamlarni yengil yashashga olib o'tish. Marafon shartlari oddiy. Bizda sotuv yo'q, majburlash yo'q. Bizda xotirjamlik ne'matini his qilish, halovatda bo'lish imkoniyati bor.